Quruqcha simitni original retseptida tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib 200 gram iliq sutga 8 gram dro'jja, 40 gram shakar va 2 osh qoshiq un solib apparat tayyorlab 10-15 daqiqaga tayyor bo'lguncha qo'yib qo'yamiz. 400 gram unga tayyor apparatimizni qo'shamiz va bir dona tuxum, 50 gram yog' solib xamir qorib 2 soat tindirib qo'yamiz. Turkiyada bu shirinlik juda ham mashhur. 16-asrdan beri turklar bu shirinlikni tayyorlab kelishadi. Hattoki Usmoniylar saroyida ham bu shirinlik tayyorlangan ekan. Xamirimiz oshib chiqqandan keyin 100 gramdan zuvala qilib tindirishga qo'yib qo'yamiz. Xamir tinguncha shakarli suv tayyorlab olamiz. Shakarli suv simitga shakl bergandan keyin shakarli suvga bo'ktirib, keyin kunjutga botirish uchun kerak bo'ladi. Simitlarni 200 gradusda 20 daqiqa qizartirib pishirib olamiz. Pishishi bilan qaynab turgan qiyomga botiramiz. Tayyorlanishi juda ham oson. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, simit yaxshi ko'radigan do'stingizga ham jo'natib qo'ying.